Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun bizga juda katta ob'yomli g'o'shlarimiz kelgan. Videoni boshlashdan oldin manzilni aytib o'taman. Manzil Namangan shahar, Shamshiboy bozorida video olinibdi akalar. Pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsani bo'ladi. Musofirdagi akalarimizga ham yengillik bo'lishi uchun dastavka yo'lga qo'yganmiz. Bemalol telefon qilsani, kelishamiz dastavkani. Agar ma'qul keladigan bo'lsa jo'natamiz. Robotchilar ham bor. Xavotir olmasiz. Agar o'daychi yo'q bo'lsa, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning ishonchli va ishonchli shoplarimiz bor, ishonchli robotchilarimiz bor, ya'ni tushirib beradigan insonlarimiz bor. Aytamiz, o'zlari tushirib, aytgan joylarni ko'rsatib qo'yishsa bo'ldi. Chiroyli taxlab ketishaveradi. Pul to'lovlari xohlasani o'sha shopirdan berib yuborasizlar, xohlasani kartaga tashlab yuborsani ham bo'laveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'ysizlar, kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar. Xudo xolos biz videoni boshladik akalar. Bu yangi tushgan strapilamiz 11 ga 3,5 ming so'm bo'ladi. Narxi 56 ming so'm narxi beramiz. Zavodniki birinchi sort 4 metrli, 4 qirra, bir qarajot abzoli bo'lmaydi. Zavodda yog'och bo'ladi akalar. Mana yo'llarni ham ko'rsatsa bo'ladi. Bu 12 lik akalar. 4 metrli. Bu narxini akalar sizlarga hop 59 ming narxi beraman. 4 metrli bo'ladi. 12 ga 3,5. To'liq 12 ga, qalinligi 33-34 atrofida ko'rsatadi. Bu o'sha shipr reykamiz. Bu ham zavodniki birinchi sort. Mana donali ham bor. Xohlasana mana pachkalab qo'yganmiz. Xudo xolasa ishlar donali bo'ladi. Ichidagi har bir abzol defekt bo'lmaydi. Xudo xolasa metrini 6 ming narxi beramiz buni. Arzonroq varianti ham bor. 4,5-3,5. Toza qarag'ay, rossiyskiy taxta akalar. Pixta emas. Xudo xolasa toza qarag'ay bo'ladi. Bu yerda shpuntimiz bor. Shpuntimiz akalar. 11 ga 2 lik, uzunligi 4 metrli. Mana ko'rinishi. Narxini 42 ming so'm narxi beraman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. 42 ming so'm. Bu yerda mana 9 ligi bor. 9 ga 2 lik, uzunligi 4 metrli. Buning narxi 32 ming so'm akalar. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Bu ham xudo xolasa yaxshi holatda. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'lli reykamiz. Shiprdagi o'sha straplga qo'l bo'lib ishlaydigan reykamiz. 8 ming so'mdan 7 lik, qalinligi 3,5 lik. 14 lik strapilamiz akalar. Hop, 14 lik strapilamiz 6 metrlik bo'ladi. Sifatlari zo'r, 14,5 to'liq razmerda bo'ladi. 120 ming so'm qilib beramiz. Buni arzonroq varianti ham bor. Uni ham ko'rsataman hozir. Bu o'sha eng qimmat variant. 14,5 to'liq ham suxo akalar. 120 ming so'm chiqadi. Bu yerda yana shipr reykamiz. Buni 5800 so'm qilib beraman. Bu arzonroq varianti. Bu ham 4,5 ga 3,5, 4 metrli. 5800 so'mdan metri. 14 lik strapilamiz 4 metrli, mana ko'rishingiz mumkin. Qalin strapila so'ragan, yeni katta strapila so'ragan akalarimiz gap kelib qo'ydi buni ham. Buning narxini akalar 72,5 ming so'm qilib bera olamiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi, 72,5 ming narxi beramiz. Hop. Bu yerda 11 ga 3,5 strapilamiz ikki xil varianti, 90 mingligi, 84 mingligi bor. 11 ga 3,5, bu ham 11 ga 3,5. Bu suxoligini hisobga o'zgina qimmatroq chiqadi. Bu 11 ga 3,5 ming so'mimiz bo'ladi. Buning narxini o'sha 84 ming qilib bera olaman oxiri. Bu yerda qo'lligimiz bor. Bu qo'lligimiz 9 ming so'm chiqadi. 7 ga 3,5, uzunligi 6 metrli. Yangi tushgan lapshamiz 6 metrli, juda ko'pchilik so'ragan lapsha. 8 ga 2 lik, anaqasi 7,5 qolgan. Qalinligi 1,9 chiqadi. Uzunligi 6 metrli. Narxini 39 ming narxi beraman akalar. 40 ming so'm tutganmiz, 39 ming sizlarga qilib beramiz. Shipr reykani 6 metrligi. Sifati zo'r, birinchi sort, 4 qirra. Xudo xolasa ichida garbil sarbil chiqmadi. Bu ham o'sha donali reykalarimiz pachkalab qo'yganmiz. Buning narxini akalar sizlarga 6,5 ming so'm narxi bera olamiz. Uzunligi 6 metrli bo'ladi. Mana endi 11 ga 3,5 mingimiz. Ash baland pachka bo'shda birinchi ko'rsatgan strapilamni donasi bo'ladi mana akalar. Donasi ham xudo xolasa ideal, sifatlari udar. Polli shpunt siz so'ragan ukalarimizga 15 ga 2 ligi bor. Mana 15 ga 2, uzunligi 6 metrli. Narxini 72 ming qilib beraman. Uzunligi 6 metrli bo'ladi. Sifatlari zo'r buni ham. 13 ga 4 strapilamiz 6 metrli. 13 ga 4 122 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 6 metrli bo'ladi. Hop. Bu yangi tushgan 6 metrli strapilamiz.
Suxoy strepili. Narxi 90 ming so'm chiqadi hozirgi kunda. 11,5 to'liq razmerda Suxoy. Sushilka haqiqiy o'sha pechkaga kirib chiqqan rossiyskiy yog'ochimiz bo'ladi. 90 ming so'm chiqadi bunisi. Bunisi 11,5, uzunligi 4 metrli. Buning narxiga keladigan bo'lsak, buning narxini o'kala sizlarga. Xo'sh. 60 ming qilib beramiz. To'liq 11 ga, to'liq 3,5 plyusovoy Suxoy bo'ladi bu ham. Buni arzonroq variantini boshda ko'rsatdim. Bu yerda ham strapilam bor. Bu narxi 58 ming so'm. Eng o'tda strapilamiz, to'liq razmer chiqadigan. Faqat nima bor, o'shani hisob qilsak arzonroq chiqadi bu. Suxoylarga qaraganda 58 ming so'm, bu ham 11,5 o'kala. Xo'p, 18 ga 5imiz 155 ming so'm chiqibdi. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Zavodniki, birinchi sort. Bu yerda 15 ga 5imiz bor, pachkali. Buning narxini 120 ming so'm qilib bera olamiz. Uzunligi 4 metrli, 15 ga 5. 14,5 ga 4,5 kelgan razmeri. Plus bilan o'shaqa 14,8 ga 50 ga 47 o'shaqa atrofda ko'rsatadi. Xudo xolisa sifati zo'r. Narxini 120 ming qilib beramiz. Bu ham toza lestova, 155 mingimiz ham toza lestova bo'ladi. Lapshalar o'kala. Lapshalarimiz Tunkan tagga 75 ga qalinligi 1,7 atrofi, 1,8 atrofda chiqadi. Uzunligi 4 metrli, bu ham o'sha quruq qarag'ay. Buning narxi 22 ming so'm o'kala. Xo'sh, shpuntimiz qalin shpunt so'ragan ukalarimizga. Qalinligi qalin 27-28 atrofda, uzunligi 4 metrli, in 11li shpuntimiz bo'ladi. Hozir buni oldi tarafdan ko'rsataman. Oldi tarafdan ko'rsatib holati. Narxini 60 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli. 60 ming so'mdan 11 ga 28, uzunligi 4 metrli. Hop, bu yerda 11 ga 3,5 to'liq razmerda, qalligi 37 atrofida ko'rsatadi, 38 atrofida ko'rsatadi strapilam. Narxi 60 ming buni ham. Masalan, pachkali bo'ladi. Xudo xohlasa sifatiga garantiya. Bu qimmat strapilalarimiz. Hozir mana el o'ltgan strapilarni ham ko'rsatdim, 56 ming. Bu ham zo'r holat. Lapshamiz 9 ga 2, uzunligi 4 metrli. Narxi 29 ming so'mdan qilib beramiz. 14,5 strapilamizni arzonroq varianti. Buni ko'rishingiz mumkin sifatli. Mana sifatlari xudo xolasa bu ham zo'r. Narxi 115 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa to'rt qirra, sifatlari yaxshi. 11liga 85 ming so'm chiqadi. Shpuntimizni pechatligini so'ragan ukalarimizga, shpuntning pechatligi 11 ga 2, uzunligi 4 metrli, shunaqa pechat bo'ladi. Narxi 45 ming so'm. Sifatlari ham xudo xolasa ideal holatda. Rossiyskiy yog'och, pachkalarni bemalol buzib bera olamiz. Agga muammosi yo'q. 11 ga 3,5 strapilamiz. 11 ga 4 strapilamiz, ya'ni baqvat strapili so'raganligi. 11 ga 4ligimizni 98 ming qilib beramiz. Uzunligi 6 metrlik mana. Sifatlari xudo xolasa zo'r. 14 ga 4 strapili so'ragan ukalarimiz ham bor. To'liq razmerda 14 ga 4 razmerimiz. Hop, 82 ming qilib beramiz. 14 ga 4 to'liq razmerda bo'ladi. Mana. 14 ga 4 to'liq razmerda. Kashtresi mana shunaqa. Xudo xolasa. Ko'kiga ahamiyat bermaslar. Bu ko'k hech narsa emas. Lyubokdan so'rarsiz. Hech qanday yog'och chirib ketmadi. Buni adden qo'qaslar. Bu mana shunaqa pachkali kelgan hisobiga qarag'ay yog'ochlar baribir ko'karadi ukalar. Reykani qulayrog'ini so'ragan ukalarimizga reykani qulayini ham aytib bo'ldi. Mana. Pachka. Har qancha bor. Narxini ukalar, hop, 5500 so'mdan qilib beramiz. 5,5 ming so'mdan qilib beramiz. Bunisi 5 ming so'm. Razmer keladigan bo'lsa, mana qas 4,5 ga qalligi uchli, 4 ga uchli. 5 mingga 5,5 ming beraman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Metr shunaqa. Mana ham 14 ga 4ligimizda orqadagi pachkasi o'kala. Xolasani shu pachkadan biz beramiz. Narxi 82 ming so'm. 3 metrli shpunt ham so'rabsizlar o'kala. 3 metrli shpuntim ham turibdi, bor. Bundan skaletimiz ham bor. Narxi 24 ming so'mdan. 9 ga 2li, uzunligi 3 metrli, birinchi sort. Hech qanaqa katta bitoq, eshak bitog'i yo'q. Xudo xolasa xijolat qildirib qo'ymaydi. Shu yerda reykam bor. Narxi 6300 so'm. 4,5 ga 4li reykam to'liq razmerda metr bo'ladi. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. 9 ga 3,5 strapilardan ham bor o'kalar. Qulay narxda 43 ming so'mdan. 9 ga 3,5, uzunligi 4 metrli, sifatlari xudo xolasa yaxshi.
Mana tepa tarafdan ko'rinishi. Narxi 43 ming so'm. 14 ga 3,5 strepilamiz zavodniki, birinchi sort. Narxi 72,5 ming so'm. Bu birinchi ko'rsatgan yog'ochimiz pachkasi bo'ladi akalar. Buzilmagan pachkasidan yuklab berdirsani, buzilmagan pachkasidan bor. Tovarlar har qancha bor, skalatda ham yog'ochlarimiz bor akalar. Bemalol agar sizlar ko'rmagan razmeri bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha silatgan razmerni topib berish harakat qilamiz. Narxlari xudo xolasa bozor bo'yicha arzon narxda chiqazib beribdi hozir. Xijolat qildirib qo'ymadi. Videoni oxirigacha ko'rdingiz. Birdan like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa keyingi safar yana tovarlarimiz kelsa, yana chiroyli obzor qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.